Ya WhatsApp hammaga salomlashlar, sizlar bilan Heno va bugungi videoda obunachilar biz shu kimsasiz orolda yashab qolamiz. Kim biladi biz tirik qolamizmi, o'lamizmi? Eng yomoni bu orolda juda ham ko'p zombilar bo'lar ekan. Shuning uchun qorong'uda zombilar bilan jang qilishni xohlamasam, tezroq qo'ylar juda ko'p ekan obunachilar. Bu yerda bizga sanduq berilgan. Bu sanduqda chelak, sabzi va men nima qilishni bilaman. Bu yerda sabzilarni yetishtirish kerak. Va bizda fakir va buni sindiramiz. Bizning hozirgi maqsadimiz bu yerda baza qurish. Obunachilar biz bu yerda hozir bizning maqsad biz birinchi bo'lib qo'ylarni o'ldirib kravat yasaymiz. Chunki qorong'uda zombilar bilan urushkim kelmayapti. Kimni zombilar bilan urushgisi keladi? Yo, what the hell? Obunachilar qanday buncha ko'p qo'y bu yerda? Uzr, sen katta bo'lsang uni qasddan olsa menda. Va biz daraxtga olamiz. Va daraxt yetarlicha narsa bor, versak daraxtni maydalaymiz, versak yasaymiz va bitta kravat yasab xotirjam bo'lamiz. Bo'ldi, endi biz mahluqlar bilan urush qilmaymiz. Va men nima qilishni bilaman. Menga faqir va sabzi berildi. Va bu degani sabzilarni yetishtirish kerak. Biz tomorqacha yasaymiz. Chiroyli qilib tomorqacha yasab qo'yamiz. Hozircha prosta tomorqacha yasaymiz, keyin chiroyli qilib bezatib. Tekis yer yo'qmi? Tomorqa qilaman desam. Nima olamiz? Bitga qo'yamiz. Lapata yasashga to'g'ri kelyapti. Lapata yasashimiz kerak. Va biz yerlarni sindirib olib, chakkaro'dan tomorqacha quramiz. Chunki bizda bir chelak suv va sabzimiz bor. Bu videoda ukamni chiqargani sababi ukamga kimsasiz orolda yashash yoqmas ekan. Mayli, o'zim chiqaman dedim. Balki bu videoni ikkinchi qismini olsam, bu videoni ko'rib ikkinchi qismida chiqib qolishi ham mumkin obunachilar. Ikkinchi qismi uchun atigi 15 tagina like kifoya bo'ladi menimcha. Atigi 15 tagina like kifoya ikkinchi qismi uchun. Qochib tur. Tomorqaga tegma. Iplos. Lashbit. Va obunachilar, mana bir tomondan suvni qo'yamiz. Suv orolda bo'lmasa endi uyat bo'ladi-yu. Agar bir chelak lavamiz bo'lsa, tosh generatorni yasasak ham bo'lardi. Lekin bizda lava esa yo'q. Chunki bunaqa orol yoki skybloklarda faqatgina lava va unaqa suv beradi. Men masalan shunday deb o'ylagan edim. Lava va suv bo'ladi sandig'ini ichida deb o'ylagan edim, yoki muz. Uning ichidagina sabzi bor menda. Barglarim cho'nga tegdi. Qo'yasan 3 soatdan keyin ko'rinadi. Ajoyib patta. Va bizning sabzlarimiz yetmadi. Va mana hatto hali
ko'payib ketishiga men ishonaman. Menda hech qanaqa ovqat yo'q. Va sabzlarni qo'ydim. Bu yerlarda kon degan narsa yo'qmi? Bizda aytgancha ikkinchi orol ham bor ekan. Biz hozircha prosta baza qursak, qitinni kuchayib bo'ldi. Va menimcha konlar yo'q. Menimcha kon ko'rinmayapti. Men o'ylashimcha kon yo'q. Afsuski yo'q. Yoki bu tomonlarga ham qarab ko'ramizmi? Yo'q, kon yo'q ekan. Mayli. Bunda tosh bor-ku, shuni emasmi? Hech bo'lmaganda tosh bo'ladi-yu. Shu toshlar bilan hech bo'lsa tosh ko'ringan joy bormi? Kon bo'lmasa ham. Voy, yo, kon bor ekan obunachilar. Qayerga tushyapsan? Kirgan yo'q. O'zim bilmayman qayerga tushyapman. Toshni kirka olamiz va 3 ta tosh kavlab chiqsak hech yoqmaydi. Va bu yerda men temir ko'rdim. Hozir chiqamiz. Toshli kirka bilan tushamiz. Toshli kirka bilan tushamiz obunachilar va bitta toshli kirka. Menga kirka berilmadi-ya. Kirka qani? Bu yerda temirlar bor ekan. Yo, WhatsApp bo'lishlar bu yerda temir bor ekan. Qiziq, mana temir kavlab turib temir bor ekan deb. Va men ishonamanki yana temirlar borligiga. Afsuski temir yo'q boshqa. Shugina temirmi? Shugina. Men o'ylabman bir pastda bitta bor ekan. Men o'ylabman bir kim qancha temir bitta bor ekan. Bo'ldi 3 ta temir. Temirmi tushunmadim. Yo, WhatsApp bitta yana bor ekan, bitta temir. Yo, obunachilar nima degan gap? Va всё. Bundan chiqamiz. Vakillar olamiz. Qo'yalla qolsin, men ham tushishim mumkin-ku, tosh kerak bo'ladi hali mana. Pechka kerak, rosti. Tosh olishim kerak. Aytgancha obunachilar video like bosish va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Chunki biz 8 ta bo'lishimizga 8 taga atiga 10 tagina obunachi qoldi, 10 tagina. Qanaqa video qo'ysam ham ko'tarilmayapti, shuning uchun orolda yashab qolaman dedim. Ukamga yoqmadi bu fikr. Hammayli ikkinchi qismlarda chiqib qolar balki. Men To'mirxon yoniga boraman. Yo, videoni o'chirib yoqish esimdan chiqdi. Uxladim. Ko'p ishim bo'lgan edi, prosta uxladim. Va bular hali o'sgan emas. Men esa endi harakatda boshlasam bo'ladi-yo, menimcha. Nimaga deysizmi? Nimaga bo'lardi? Baza qurishga-da. Va bizga oq daraxt
bo'lardi yoki oq taraf juda ham kam. Men juda ham hayron qolyapman. Qo'ylar juda ko'p, judayam ko'p qo'ylar, obunachilar. Bizning bazamiz mingtagi toshdan bo'ladi va men aytgancha temirlarni eritishga qo'yishim kerak. O'tga bu. Men nega ikkita qo'ydim, hayronman. Va bu qanchaga ketadi, уже tugadi. Men nega bilan maydalamasdan qo'yyapman? Ahmoq. Botga yana qo'yamiz. Ikkita. Botga ikkita. Biz daraxt tushmadi. Daraxtlar kerak, bizga hali ko'p kerak bo'ladi. Va Minecraft o'tayapti. Kerakli daraxt tushdi. Yo'qmi? Qolyapti bana. Jinni. Daraxtni qo'yamiz, bu ham qolgan emas. Va o'tomonlarga ham bor daraxtlarni chopib kelamiz. Aylab qo'ylarga tegmaymiz va bo'sh bermaydi hech qaysi. Qo'yda nima? Qo'yda bo'lsa qattiq qo'yda sabzi. Sabzilarimiz o'shanda bo'ladi qo'yda. Va menga daraxt tushmayapti. Men prosta ketib qolishim noto'g'ri-da. Bunaqa qozon bo'ldi keyinroq keyingi qismlarda men 2-3 kunlarda daraxt kerak qolsa olmay yuribdi. Daraxt kerak bo'lsa nima qiladi? Tushmadim daraxt. Ekib qo'yish kerak edi daraxtni. O'sib chiqadi yana. Yana tushmayapti-ku, nima balo? Olma tushgan daraxtdan daraxt tushmaydimi? Bilmadim. Nisbatan tushmadi. Temirimizni qaytasigan yaxshi. What the hell? I'm hungry. Qornim och. Bularni maydalab olaman. 1,5 stak bo'libdi obunachilar. Va meni sabzlarim qolib ketdi, o'smagan, tushunmadim. Nima qilib nega o'smayapti bular? Gridlarni o'rab chiqaymi? O'zi kimsasiz orolda yashab qolish fikri mendan chiqdi. Bu fikr qalay chiqqanini sizga qiziq bo'lsa aytib beraman. Просто men vijvaniya qilaman deb kirgan edim. Shuni kimsasiz orolda paydo bo'lib qoldim. Okey dedim, shuni video olaman dedim. Va endi o'z chiqar balkim. Nimadir xalaqit beryapti bularga. O'z chiqishiga. Yo'q. Ko'rib qoldimi? Ikkita. Tasman bosga kelamiz. Tasmaydi. Mana shu. Va meni vestigram qalbiga o'xshaydi.
Ana ularni o'sishiga qarab turish kerak. Ular qarli beri o'smaydi-yu. Biz endi konga tushmasdan konga tushib o'tirmaymiz-da, prosta yerini qazib tosh olamiz. Va tosh kavlaymiz, uyimizni tegi toshlar bo'ladi. Va nima qilyapti bu yerda? Ayyo, bu yerda cho'l bor edi-ya. Bir stakka olsam yetadimi? Yo, temir çıktı yana. Şimdi temir ko'proq chiqtirsa foydali narsaga temir bilasizlar. Temir foydali narsa. Va balki keyingi qismlarda ukam ham chiqishi mumkin. Agar chiqaman desa. Aytganimdek, unga bunaqa video yoqmasa kerak. Men bilmadim. Ba'zan boshini qurishni boshlaymiz va menga tekis normalniy joy kerak. Unaqa joy esa bu yerda yo'q. Shuning uchun paydo qilamiz. Yapta basak tez chiqmadi. 10 bitta temir. Temirdan bitta lapat yasaman va qo'limga olib tekislayman. Qornim ochib ketdi, ifloslar o'zi chiqay. Yapta bak yomonda sindirasiz. Chiqdi yo'lda. Tekesinga. Yo. Minecraft'ning ba'zilari sehrgarlik bosib ketyapti, ularlar. Yo, botga daraxt ekkan edim-ku. Mayli bu yerga esa. Mayli uni mana bu yerga ekamiz. 3 ta daraxt qattiq kelyapti. Obunachilar 3 ta daraxtni Arasıya eksik tezroq o'sib chiqadi. Bunaqasi bo'ldi. Все. Tubi onda boshladik. Va davom ettiramiz. Ve 2 günlük bir orada ve 2 gün o'tkazdik. Shuncha mehnat qilib video olyapman sizlar uchun. Siz bittagina obuna va like-ni ayamang. Tekin-ku, to'g'risidan tekin-ku. Men videolarimni mingtalab odamlar ko'radi, prosmotr mingtalab bo'ladi, lekin shuni like-ga qarasam 16 ta, 17 ta. Juda ham kam. Bir xil odamlar obunachilar joyi to'lib yetadi deb obuna bo'lmaydi-da. Hech bo'lmasa videoga like bosing, hech bo'lmasa. Mayli obuna bo'lmasa ekansiz, hech bo'lmasa like bosing. Men orzu qilaman bitta prosmotrga bitta like bo'lsa, yo, bu narsadan hech
chiqaydi videoda jarjim istab ham bo'lmaydi deb. Lekin bo'lishi mumkin bu sizlarning qo'lingizda. Hatto ko'rgan odam like bossa undan hech nima ketmaydi. Prostagina mana foyda keltiradi. Prosta shu narsaga xafa bo'laman-da. 1000 ta prosmotr ishda 16 ta like qanday qilib bitta prosmotr bitta like bo'ladi-yu. Bitta prosmotr bitta like bo'ladi-ku. Qornoshga sizlar gapiradi. Agar bitta prosmotr bitta like bo'lsa, bu narsa menimcha Mitsubishi oz bo'lsa kerak-da, eng ko'p kishiga bu. 100 ta like bo'lsa, 100 ta like bo'lsa вообще неинтересно. Olmuşlar bu mümkün olsa. Nerealistik dedilerdi. Ve beni de taşlamaz. Böyle yine teşekkür ederiz. Sizler için kımmetlik 21 minutumu sakladım. Şu video çıksın odamda sorsun diye. Sizlerime giderdi like ve abone. Ve onu da itiqoda gerek. Çünkü hatta kamca qo'yadi. Mana rostida men kanalim birdan ko'tarilib ketdi. Hozir esa yurmay qoldi-da. Qanday qilib odam xursand bo'lib video oladimi? Hozir shuncha narsa bo'lishiga qaramay xursand bo'lib video olayotibman-da. To'rtta bo'lishi kerak. Shunchasi bo'lishiga qaramay. Kanalni ko'tarib olsam harakat qilyapmanki, hamayli nur shuncha ko'tarildi. Endi ko'tarilmasa lekin o'sha qarib 8 tomgacha keldim. Men maqsadim 1000 keyin 10 mingdan 100 ming darshiga tegmoqchiman. Darja shu artefaktdan ana bu hacker ko'rib Minecraft bo'lib ko'tarilmagandan keyin harakat qilib shuncha ko'tarilib ekanda harakat bo'lsa qanday ko'tarilishi mumkin? Men shunchalik harakat qilyapmanki ko'tarilmoqdim. Hammaylar biz video olyapmiz va videodan chalg'imaymiz. Hisoblansizlar. Hammaylar o'ynashlar sizlar bilan shu narsalar qildik. Lekin temirlar ekdik va baza qurishimizga ham oz qolgandi. Va video ham ancha qolibdi. Agar keyingi qism ko'rmoqchi bo'lsangiz 15 tagina, atik 15 ta like. Aytganimdek like bosishni unutmang, omonatlar. Shuncha narsa sizlar uchun. Keyingi qismda albatta ukamni ham olib chiqishga harakat qilaman.